Assalomu alaykum, hurmatli tomoshabinlar. Bugun men sizlarga juda muhim masalani tushuntirib beraman. Pensionerlarga naqd pul berish taqiqlanadimi? Yangi qoidalar nimani anglatadi? Kimlar endi pensiyani karta orqali oladi? Kimlar esa naqd pul olishda davom etishi mumkin? Bu mavzu faqat pensionerlarga emas, ularning farzandlari, nevaralari, vasiylari va umuman har bir oilaga tegishli. Chunki uyimizda pensioner bo'lmasa ham yaqin qarindoshlarimiz orasida albatta pensiya yoki nafaqa oladigan inson bor. Men bugun masalani shov-shuvsiz, lekin juda aniq qilib tushuntiraman. Avval qanday edi, endi nima o'zgardi? Qaysi holatda xavotir olish kerak? Qaysi holatda esa hech qanday qo'rqinch yo'q? Videoni oxirigacha ko'ring. Chunki aynan oxirida men sizga amalda nima qilish kerakligini, qaysi hujjatlarni tayyorlashni, banka yoki pensiya jamg'armasiga borganda nima deyishni oddiy tilda aytib beraman. Kanalga hoziroq obuna bo'ling va videoga like bosing, chunki bunday ma'lumot vaqtida yetib borsa, ko'p odamlar ortiqcha yugur-yugurdan, noto'g'ri gap so'zlardan va pulini vaqtida ololmay qolishdan saqlanadi. Avval pensiya va nafaqalarni olish tartibi ko'pchilik uchun juda oddiy edi. Odamlar pensiyasini naqd pulda olardi. Ayrim joylarda pochtachi uyma-uy yurib pul tarqatardi. Ayrimlar esa pochta bo'limiga borib, navbat kutib imzo qo'yib naqd pulini olardi. Ayniqsa qishloq joylarda yoshi katta insonlar uchun bu tartib odatiy bo'lib qolgan edi. Ular bank kartasi, bankomat, mobil ilova degan narsalarga ko'nikmagan, ko'pchiligi telefon orqali pul tekshirishni ham bilmaydi. Shuning uchun endi naqd pul berilmaydi degan gap tarqalsa, pensionerlar orasida xavotir kuchayishi tabiiy. Lekin masalaga to'g'ri qarash kerak. Yangi tartiblarning asosiy maqsadi pensionerning pulini olib qo'yish yoki uni qiynash emas. Maqsad pensiya to'lovlarini tartibga solish. Pullarning manzilga aniq yetib borishini ta'minlash, ortiqcha qog'ozbozlikni kamaytirish, soxta oluvchilar, kechikishlar va hisob-kitobdagi xatolarni kamaytirishdir. Davlat tizimlari bosqichma-bosqich raqamlashtirilayotgani uchun pensiya va nafaqa to'lovlarida ham bank kartalari, elektron hisoblar, shaxsni tasdiqlash va avtomatik monitoring kuchaymoqda. Oddiy qilib aytsam, avval asosiy yo'l naqd pul bo'lgan bo'lsa, endi ko'p hollarda asosiy yo'l bank kartasi orqali to'lovga aylanmoqda. Bu hamma uchun bir kunda bir xil shaklda istisnosiz majburiy degani emas. Eng ko'p xatolik ham shu yerda bo'ladi. Odamlar naqd pul butunlay taqiqlandi, endi hech kim pensiyasini qo'lga ola olmaydi deb o'ylaydi. Aslida esa qoidalarda kimga karta orqali to'lanishi, kimga naqd pul yetkazib berilishi yoki alohida tartibda xizmat ko'rsatilishi mumkinligi bo'yicha muhim farqlar bor. Avval pensiya tayinlangandan keyin odam ko'pincha yashash joyidagi pochta yoki bank orqali pul olardi. Agar pensioner nogiron bo'lsa, yoshi juda katta bo'lsa, uydan chiqa olmasa, ayrim holatlarda pul uyiga yetkazib berilardi. Bu insonlar uchun qulay edi, lekin tizimning o'ziga xos muammolari ham bor edi. Masalan, pochtachi kelishini kutish kerak. Ba'zan to'lov kuni kechikadi. Odam uyda bo'lmasa, yana borib kelish kerak bo'ladi. Ba'zi joylarda pensionerlar bir kunning o'zida pochta bo'limida uzun navbatda turishga majbur bo'ladi. Endi esa to'lovlar ko'proq bank orqali amalga oshirilmoqda. Pensionerning nomiga bank kartasi ochiladi. Pensiya har oy shu kartaga tushadi. Odam istasa bankomatdan naqd pul yechadi, istasa do'konda karta orqali to'laydi. Istasa farzandi yordamida kommunal to'lovlarni amalga oshiradi. Bu tartibning qulay tomoni shundaki, pul kartaga tushgan zahoti hisobda turadi. Uni yo'qotish xavfi naqd pulga qaraganda kamroq. Harakatlar bank tizimida ko'rinib turadi. Lekin bu yerda juda muhim nuqta bor. Karta orqali pensiya olish naqd pul umuman yo'q bo'ldi degani emas. Pensioner kartasiga tushgan pulni bankomatdan yoki bank kassasidan naqd qilib olishi mumkin. Ya'ni masala pensioner pulini naqd ishlata olmaydi degani emas. Balki pensiya to'g'ridan-to'g'ri qo'lga tarqatilmasdan avvalo bank hisobiga o'tkazilishi mumkin degan tartib haqida ketmoqda. Shu farqni tushunib olish juda muhim. Masalan, To'xtasin ota har oy 20-200 ming so'm pensiya oladi deylik. Avval pochtachi kelib 1-200 ming so'mni uyiga olib kelardi. Endi esa bu summa bank kartasiga tushadi. To'xtasin ota bankomatga borib 5 million so'm yechib olishi, qolgan 7 million so'mni kartada qoldirishi mumkin. Yoki o'g'li bilan bankka borib, kassadan to'liq summani naqd olishi mumkin. Demak, pul yo'qolmayapti. Faqat olish shakli o'zgaryapti. Birinchi navbatda kartasi yo'q pensionerlar masalaga e'tibor berish kerak.
Agar sizning nomingizga pensiya kartasi ochilmagan bo'lsa, bank hisobingiz bo'lmasa yoki qaysi bank orqali pensiya olishingizni bilmasangiz, buni aniqlashtirish zarur. Chunki to'lovlar karta orqali yo'lga qo'yilganda. Hujjatlaringizdagi xato, telefon raqamingizdagi muammo yoki bankdagi ma'lumotlar mos kelmasligi sababli pensiya kechikishi mumkin. Ikkinchi toifa, pasport yoki ID kartasi muddati yashash manzili. Familiya, ism ma'lumotlarda muammosi borlar. Masalan, pensionerning hujjati eski familiya yozilgan, bankdagi ma'lumotda esa boshqa ko'rinishda kiritilgan bo'lsa, tizim pul o'tkazishda yoki karta ochishda muammo chiqarishi mumkin. Ba'zan bitta harfning noto'g'ri yozilishi ham bankda operatsiyani cho'zadi. Shuning uchun pensionerning shaxsiy ma'lumotlar barcha joyda bir xil bo'lishi kerak. Uchinchi toifa, uydan chiqa olmaydigan, ko'zi ojiz, yurishga qiynaladigan yoki doimiy parvarishga muhtoj pensionerlar. Ular uchun oddiy banka boring, karta oling, bankomatdan yeching degan maslahat yetarli emas. Bunday insonlarga alohida yondashuv kerak. Vasiy, yaqin qarindosh yoki ishonchli vakil orqali rasmiy tartibda yordam ko'rsatish mumkin. Lekin bu yordam og'zaki kelishuv bilan emas, hujjat bilan bo'lishi kerak. Aks holda keyinchalik bank ham, pensiya jamg'armasi ham pulni boshqa odamga berishda ehtiyotkor bo'ladi. To'rtinchi toifa, qishloq joylarda yashaydigan va yaqinda bankomat bo'lmagan pensionerlar. Agar pensionerning qishlog'ida bankomat ishlamasa, bank filiali uzoqda bo'lsa, transport qatnovi qiyin bo'lsa, karta orqali to'lov texnik jihatdan bor, lekin amalda noqulay bo'lib qoladi. Bunday vaziyatda mahalla bank tuman pensiya bo'limi bilan aloqa qilib, eng qulay tartibni aniqlash kerak. Ba'zan sayyor kassalar, bank vakillari yoki alohida xizmat ko'rsatish shakllari bo'lishi mumkin. Agar pensionerning bank kartasi bor bo'lsa, pensiya muntazam tushib turgan bo'lsa, bankomatdan yoki bank kassasidan pul yetishda muammo bo'lmasa, katta xavotirga o'rin yo'q. Bunday holatda faqat bir narsani nazorat qilish kerak. Karta muddati tugamaganmi? PIN kod esdami? Telefon raqami bank tizimida to'g'ri ulanganmi? Karta yo'qolmaganmi? Mana shu oddiy masalalar joyida bo'lsa, pensiya o'z vaqtida tushishda davom etadi. Masalan, Saodat opa 9.000 so'm pensiya oladi. Uning kartasi bor. Har oy 5 sana atrofida pul tushadi. U do'konda kartadan foydalanadi. Kerak bo'lsa bankomatdan 300.000 so'm yechadi. Bunday holatda yangi tartib unga katta zarar qilmaydi. Aksincha, u pulini bir kunda to'liq yechib, uyda saqlashga majbur emas. Kartada qolgan pul yo'qolmaydi, keyingi oyga ham o'tadi. Yana bir misol. Anvar aka 5.000 so'm pensiya oladi. Farzandi boshqa shaharda yashaydi. Farzandi unga bank ilovasi orqali balansni tekshirishni o'rgatgan. Anvar aka kommunal to'lovlarni ham karta orqali amalga oshiradi. Bunday pensionerlar uchun yangi tartib qulaylik beradi. Lekin men baribir ehtiyot bo'lishni maslahat beraman. Kartaning rasmini hech kimga yubormang. SMS kodini hech kimga aytmang. Telefon qilib pensiyangiz blok bo'ldi desa ishonmang. Keling, birinchi vaziyatni olaylik. 2 yoshli pensioner har oy 1.100.000 so'm oladi. U naqd pulga o'rganib qolgan, bank kartasidan foydalanishni bilmaydi. Farzandi esa endi hammasi kartada bo'ladi deb qo'yadi, lekin unga qanday yechishni o'rgatmaydi. Natijada pensioner bankomat oldida qiynaladi, begona odamdan yordam so'raydi. Begona odam PIN kodini ko'rib qoladi yoki kartani almashtirib yuborishi mumkin. Bu yerda xavf qoidaning o'zida emas. Moliyaviy savodsizlikda va ehtiyotsizlikda. Ikkinchi vaziyat. Pensionerning kartasiga 1.300.000 so'm tushadi. U bankomatdan pul yechmoqchi bo'ladi, lekin bankomatda naqd pul yo'q. Odam darrov pensiyamni bermayapti deb o'ylaydi. Aslida pul kartada turibdi. Faqat ayni bankomatda naqd pul bo'lmasligi mumkin. Bunday holatda boshqa bankomatdan, bank kassasidan yoki karta orqali to'lov qilishdan foydalanish mumkin. Shuning uchun balansni tekshirib ko'rish kerak. Pul tushganmi yoki tushmaganmi? Muammo to'lovdami yoki faqat bankomatdami? Uchinchi vaziyat. Pensioner uydan chiqa olmaydi. U har oy naqd pulni uyida olgan. Endi karta ochish kerak deyshadi. Agar oila a'zolari bu masalani vaqtida hal qilmasa, pensioner bir necha kun pulini ishlata olmay qolishi mumkin. Bunday holatda qarindoshlar rasmiy ishonchnoma masalasini ko'rib chiqish kerak. Notarius orqali ishonchnoma rasmiylashtirilsa, ishonchli vakil pensioner nomidan bankda ayrim amallarni bajarishi mumkin. Lekin ishonchnomaning mazmuni aniq bo'lishi shart. Karta olish, hisob ochish, pul yechish
hujjat topshirish kabi vakolatlar yozilishi kerak. 4-vaziyat. Pensionerning farzandi kartani menga bering, men hammasini yechib beraman deydi. Agar farzand halol mas'uliyatli bo'lsa, bu oilaviy yordam bo'lishi mumkin. Lekin amaliyotda shunday holatlar ham uchraydi. Pensioner pulining bir qismi ushlab qolinadi. Qarindoshlar o'rtasida nizo chiqadi. Pensioner o'z pulini nazorat qila olmay qoladi. Shuning uchun men pensionerlarga ham, farzandlarga ham aytaman. Pensionerning puli uning shaxsiy mablag'i. Yordam berish mumkin, lekin yashirincha boshqarish, karta va PIN kodni olib qo'yish, pensioner roziligisiz pul ishlatish to'g'ri emas. Endi eng muhim qismga keldik. Hamma pensioner bir xil holatda emas. Yoshi, sog'lig'i, yashash joyi hujjatlari, bank infratuzilmasi har xil. Shu sababli qoidalarning amalda qo'llanishida istisnolar va alohida yondashuvlar bo'lishi mumkin. Ayrim pensionerlar uchun naqd pul yetkazib berish tartibi saqlanishi yoki alohida arza asosida ko'rib chiqilishi ehtimoli bor. Buni aniq bilish uchun yashash joyingizdagi pensiya jamg'armasi bo'limi, bank filiali yoki mahalla orqali rasmiy ma'lumot olish kerak. Bu yerda men alohida ogohlantiraman. Internetda, Telegram guruhlarda, bozorda. Navbatda eshitilgan gapga qarab xulosa qilmang. Hamma pensionerning naqd puli taqiqlandi. Karta olmaganlarga pensiya berilmaydi. Pensiya bankda qolib ketadi. Pulni faqat falon odam orqali olish mumkin degan gaplarning ko'pi noto'g'ri talqin bo'lishi mumkin. Har bir hududda amaliy tartib biroz farq qilishi, banklar bo'yicha xizmat ko'rsatish shakli boshqa bo'lishi mumkin. Yana bir nozik jihat, karta ochilgan bo'lsa ham, karta egasining shaxsi muhim. Bank kartasi pensioner nomida bo'lishi kerak. Ba'zan oilalarda otamning pensiyasi o'g'limning kartasi tushaversin degan fikr bo'ladi. Bu har doim ham to'g'ri va rasmiy yo'l emas. Pensiya aniq oluvchi shaxsga tayinlanadi. Agar boshqa odam orqali olish zarur bo'lsa, buning huquqiy asosi bo'lishi kerak. Aks holda keyinchalik tekshiruvda meros masalasida, oilaviy nizoda yoki bank operatsiyasida muammo kelib chiqadi. Karta muddati ham juda muhim. Ko'p odamlar kartaning old tomonidagi muddatga e'tibor bermaydi. Masalan, kartadan 5.24 deb yozilgan bo'lsa, karta 2024 yil may oyidan keyin ishlamasligi mumkin. Pensioner pensiya tushmadi deb o'ylaydi. Aslida pul hisobga tushgan, lekin karta muddati tugagan uchun undan foydalana olmayapti. Bunday holatda bankka borib kartani yangilash kerak bo'ladi. Telefon raqami masalasi ham kichik ko'rinsa-da amalda katta muammo. Bank kartasiga ulangan SMS xabarnoma farzandning, qo'shnining yoki eski raqamning nomida bo'lsa, pensioner o'z pulini nazorat qila olmaydi. Eng to'g'ri yo'l, pensionerning o'z nomidagi ishlaydigan telefon raqami bo'lsin yoki ishonchli qarindosh yordam bersa ham hamma narsa ochiq va rozilik asosida bo'lsin. Yangi qoidalar haqida gap chiqqanda firibgarlar ham faollashadi. Ular odatda shunday deydi: pensiyangiz karta tizimiga o'tyapti, bizga SMS kodini ayting. Kartangiz blok bo'lmasligi uchun raqamingizni yuboring. Naqd pul olishga ruxsatnoma qilib beramiz. Pensiyangizni oshirib beramiz, oldindan to'lov qiling. Bularning barchasi xavfli belgilar. Men mutaxassis sifatida qat'iy aytaman. Bank xodimi ham, pensiya jamg'armasi xodimi ham sizdan telefon orqali kartangizning to'liq raqamini, amal qilish muddatini, orqa tomonidagi kodni yoki SMS parolni so'ramasligi kerak. Agar kimdir shuni so'rasa, suhbatni darhol to'xtating. Bankka o'zingiz rasmiy raqam orqali qo'ng'iroq qiling yoki filialga boring. Pensionerlarni aynan shunday aldash holatlari ko'p uchraydi. Chunki ular davlat idorasi nomi aytilsa ishonib qoladi. Masalan, bir pensionerga kartangizga pensiya tushishi uchun tasdiqlash kodi kerak deb qo'ng'iroq qilishadi. U SMS kodni aytadi. Firibgar bank ilovasiga kirib, kartadagi 1 million so'mni boshqa hisobga o'tkazib yuboradi. Keyin pensioner bankka boradi, lekin pulni qaytarish juda qiyin bo'ladi. Shuning uchun asosiy qoida bitta: SMS kod, PIN kod va karta ma'lumotlari sir. Endi eng kerakli qism, siz hozir nima qilishingiz kerak? Agar siz pensioner bo'lsangiz yoki uyingizda pensioner bo'lsa, birinchi navbatda pensiya qayerga tushayotganini aniqlang. Pensiya pochta orqali keladimi? Bank kartasigami? Qaysi bank orqali? Buni pensionerning o'zi, farzandi yoki ishonchli vakili pensiya jamg'armasi bo'limidan, bankdan yoki rasmiy aloqa kanallari orqali aniqlashi mumkin. Ikkinchi qadam, hujjatlarni tekshiring. Pensionerning ID kartasi yoki pasporti, pensiya daftarchasi yoki pensiya bo'yicha ma'lumotlari, yashash manzili, telefon raqami, bank kartasi bor yo'qligi aniqlansin. Agar karta muddati tugagan bo'lsa,
bankka borib yangilash kerak. Agar karta yo'q bo'lsa, bankda hisob ochish va karta rasmiylashtirish masalasini so'rash kerak. 3-qadam, agar pensioner bankka o'zi bora olmasa, rasmiy vakillikni hal qiling. Buning uchun odatda notarial ishonchnoma kerak bo'lishi mumkin. Ishonchnomada vakil kimligi, qaysi amallarni bajarishi, qaysi muddatga berilgani aniq yoziladi. Shunchaki o'g'lim borib olib keladi degan gap bank uchun yetarli bo'lmasligi mumkin. Bank pul bilan ishlaydi. Shuning uchun hujjat talab qilish tabiiy. 4-qadam, bankka borganda aniq savollar bering. Pensiyam qaysi hisobga tushadi? Kartam muddati qachongacha? Naqd pulni qaysi bankomatdan komissiyasiz yechaman? Agar bankomat ishlamasa, kassadan olishim mumkinmi? SMS xabarnoma qaysi raqamga ulangan? Kartani yo'qotsam nima qilaman? Mana shu savollarga javob olinsa, keyingi muammolarning yarmi oldindan hal bo'ladi. 5-qadam. Pensionerga amalda o'rgating. Faqat mana karta deb berish yetmaydi. Unga bankomatga kartani qanday solish, pin kodni qanday kiritish, balansni qanday ko'rish, pulni qanday yechish, chekni olish olmaslik. Kartani qaytarib olishni kutish kerakligini ko'rsatish zarur. Birinchi marta farzandi yoki ishonchli odam yonida bo'lsin. Lekin pin kodni baland ovozda aytmasin, qog'ozga yozib kartaning yonida saqlamasin. 6-qadam. Pulni boshqarish tartibini kelishib oling. Masalan, pensioner har oy 1.200.000 so'm olsa, 700.000 so'mini naqd yechadi. 300.000 so'mini oziq-ovqat va doriga kartada ishlatadi. 200.000 so'mini zaxira qilib qoldiradi. Bunday reja oddiy ko'rinsa ham pensionerning pulini tartibli ishlatishga yordam beradi. Ayniqsa dori-darmon xarajati ko'p bo'lgan oilalarda bu juda muhim. Agar pensiya tushmay qolsa, birinchi bo'lib vahima qilmang. Avval bank balansini tekshiring. Pul tushganmi yoki yo'qmi? Karta ishlayaptimi? Bankomatda muammo yo'qmi? Shuni aniqlang. Agar pul umuman tushmagan bo'lsa, pensiya jamg'armasining hududiy bo'limiga murojaat qiling. U yerda pensiya hisoblanganmi? To'lov reyestriga kiritilganmi? Bankka yuborilganmi? Shu masalalar tekshiriladi. Agar pul tushgan, lekin yechib bo'lmayotgan bo'lsa, bankka murojaat qiling. Karta bloklangan bo'lishi, muddati tugagan bo'lishi, pin kod noto'g'ri kiritilib blok bo'lgan bo'lishi yoki texnik cheklov bo'lishi mumkin. Har bir holatning yechimi bor, faqat muammoning manbasini to'g'ri topish kerak. Agar pensioner nogironligi, yoshi yoki sog'lig'i sabab bankka bora olmasa, mahalla, tuman pensiya bo'limi, bank va zarur bo'lsa notarius orqali rasmiy yo'lni aniqlang. Murojaatda vaziyatni aniq yozing. Pensionerning FH tug'ilgan sanasi, yashash manzili, pensiya turi, muammo nimada ekani, ya'ni bankka mustaqil bora olmaydi, naqd pul olishda qiynaladi, vakil orqali rasmiylashtirish kerak kabi jumlalar bo'lsin. Men tavsiya qiladigan hujjatlar ro'yxati shunday. Pensionerning ID kartasi yoki pasporti, mavjud bank kartasi, telefon raqami, pensiya bo'yicha hujjatlar. Agar vakil bo'lsa, vakilning ID kartasi zarur bo'lsa, ishonchnoma, nogironlik yoki sog'liq holatini tasdiqlovchi hujjatlar. Har bir idorada talab biroz farq qilishi mumkin, lekin shu asosiy hujjatlar bo'lsa, ish ancha osonlashadi. Adolatli aytish kerak, karta orqali pensiya to'lashning foydali tomoni ham bor, qiyin tomoni ham bor. Foydasi shundaki, pul aniq hisobga tushadi, harakatlar ko'rinadi. Odam pulini bo'lib ishlatishi mumkin. Do'konda karta bilan to'lov qilish osonlashadi. Bundan tashqari, naqd pulni uyda katta miqdorda saqlash xavfi kamayadi. Qiyin tomoni esa pensionerlarning hammasi ham bank xizmatlariga tayyor emas. Kimdir bankomatdan qo'rqadi, kimdir pin kodni unutadi, kimdir ko'rish qobiliyati pastligi sabab ekran yozuvini o'qiy olmaydi. Qishloqda bankomat uzoq bo'lsa, bu ham real muammo. Shuning uchun yangi tartibni tushuntirishda faqat zamonaviy bo'ling deyish yetarli emas. Har bir pensionerga insoniy yondashuv, amaliy yordam va tushunarli yo'riqnoma kerak. Menimcha, eng to'g'ri yo'l shuki, sog'lom, harakatlana oladigan, kartadan foydalanishni o'rganishi mumkin bo'lgan pensionerlar bank kartasi orqali to'lovga bosqichma-bosqich o'tsin. Lekin uydan chiqa olmaydigan, og'ir ahvoldagi, yolg'iz yashaydigan yoki bank infratuzilmasidan uzoqda bo'lgan pensionerlar bo'yicha alohida tartib aniq va qulay bo'lishi kerak. Chunki qonun va qoidaning maqsadi odamni qiynash emas, unga xizmatni tartibli yetkazish bo'lishi kerak. Demak, asosiy xulosa shunday: pensionerlarga naqd pul taqiqlanadi degan gapni bir yo'qlama tushunmaslik kerak. Ko'p hollarda pensiya to'lov bank kartasi orqali amalga oshirilishi mumkin.
Lekin bu pensioner o'z pulini naqd yechib ololmaydi degani emas. Pul kartaga tushadi. Keyin pensioner uni bankomatdan, bank kassasidan yoki karta orqali to'lov qilishda ishlatadi. Eng muhimi, hujjatlar joyida bo'lishi, karta ishlashi, telefon raqami to'g'ri ulangan bo'lishi va firibgarlardan ehtiyot bo'lish kerak. Agar siz pensioner bo'lsangiz, bugun kartangiz muddati, pensiya tushadigan bank telefon raqami va hujjatlaringizni tekshirib qo'ying. Agar sizning ota-onangiz yoki yaqinlaringiz pensioner bo'lsa, ularga bu masalada amaliy yordam bering. Bankka birga boring. Bankomatdan foydalanishni o'rgating. PIN kod va SMS kodni hech kimga bermaslikni tushuntiring. Bu oddiy ko'ringan ishlar ertaga katta muammoning oldini oladi. Sizning hududingizda pensiya hali naqd berilyaptimi yoki karta orqali tushyaptimi? Bankomat, bank, pochta yoki hujjatlar bo'yicha qanday muammoga duch kelyapsiz? Izohlarda yozib qoldiring. Men keyingi videolarda eng ko'p uchrayotgan savollarni alohida tushuntirib beraman. Videoga like bosing, kanalga obuna bo'ling va bu ma'lumotni pensioner yaqinlaringizga yuboring. Chunki bitta to'g'ri tushuntirish ko'p odamning pulini, vaqtini va asabini asraydi.